Matiz avtomobilini 2 yil oldin hadovoyga olib kirishgan. Hadovoylarni qilib, avtomobilni yumshoq qilib berishgan. Lekin shu 3 kun, 4 kundan beri avtomobilda g'alati tiqir-tiqir ovozlar chiqib qolgan. Uni ustakalarga olib kirishganda, ustakalar tekshirib, hadovoyingizda muammo yo'q, bu hech qanaqa hadovoydan chiqmayapti deb ovoz deb tashxis qo'yishgan. Bu avtomobilni bizga olib kelishganda, buni hadovoyini yechib ko'rdik. Hadovoydagi birinchi holati qo'limdagi Matiz sharovoyi ishlashlari ideal holatda, sababi 2 yil oldin qo'yilgan, lekin sharovoyda turadigan g'alti rezinkasi tishlarini yeyilib, mana o'zlaring ko'rishingiz mumkin, bir tomon rezinkasi qolmagan, yeyilib, hatto tishlarigacha yeyilib ketib, rezinka o'ynab qolgan. Shu rezinka sababli avtomobilda har xil noxush ovozlar bo'lgan. Shu rezinkani ko'pchilik butun almashtirish kerak, bu rezinkani o'zini almashtirmaslik kerak. Juda ko'pchilik kommentariyada yozishyapti. Hali sharovoyingiz yaxshi-ku, lekin siz boshqa sharovoy olib qo'ygandan arzimagan 20 ming so'mga shu rezinkani qo'ysangiz, avtomobilingiz oldindaqa yumshoq yuraveradi. Agar sizni ham avtomobilingizda xuddi shunday muammo bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Ishlaringiz sifatli va garantiyali qilib to'g'rilab beramiz. Shu videoga bitta like bosib, profilga obuna bo'lishni unutmanglar.